Mana bu qo'la xudo xolasa chiqib kelishni boshladi, qadrli obunachilar, biz ham boshladik. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli Chorva Mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta chorva ishqibozlari, qadrli obunachilar, barchalaringga Ramazon oyining 11-kuni muborak bo'lsin. Ro'za tutayotgan akalarimiz, ukalarimiz, opa-sing'illarimizga Alloh taolo kuch-quvvat, sabr-toqat bersin akalar. Akalar mana xudo xolasa bu qo'la yangi partiya bu qo'la kelgan. Videomizni boshidan bittadan gumbullatib like bosib qo'yamiz. Qadrli obunachilar, like-sizlardan ham bir tiyin pul so'ramaydi, bizga ham pul bermaydi. Like videolarimiz tarqalishiga yordam beradi. Mehnatga bittadan like bosib qo'yamiz akalar. Kanalga obuna bo'lmaganlar, ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya, ya'ni obuna tugmachasi, qo'ng'iroqcha tugmachasi. Shuni bosib obuna bo'lib qo'ysalar, inshaalloh biz qo'ygan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Ba'zi akalar aytishadi, videolaringizni ko'ramiz, yo'qolib qolyapti. Shu obuna bo'lib qo'ysalar, biz video qo'ysak, sizlarga xudo xolasa videolar borib turadi akalar. Mana bu qo'larni mazza qilib tomosha qilib olinglar. Xo'p, hafta kunlarimiz bugun 11-mart, seshanba 2025-yil. Farg'ona viloyatidamiz, qadrli obunachilar. Farg'ona viloyati, Farg'ona mashina bozoriga 1 kilometr uzoqlikda, ya'ni mashina bozoriga yaqin joyda Jasur akamizning fermasidamiz. Namnaqangi Angus, Greenford, Gibrid xulos har xil buqalardan kelgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumotlar, narx-navolar, bir joyga necha pul hammasi xudo xolasa yoritib o'tiladi. Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati, ya'ni shu Farg'ona mashina bozoriga yaqin joyda Jasur akaning fermasi. 30 bosh yangi partiya buqalar kelgan. Jasur akam aytishlari bo'yicha Rossiya davlatidan kelgan 30 bosh buqalar. Qadrli obunachilar, mana 30 bosh, ichida gibridlari ham bor, baquvvat mana Greenford, xudo xolasa, ichida bitta ikkita Angusi ham bor. Mazza qilib ko'raverasizlar. Har doim an'anaga sodiq qolgan holda buqalarni bir aylantirib ko'rsatib olamiz ki narx-navolarni donaga necha pul, optimga necha pul aytib o'tamiz. Mana ular qarang yurishini, mashalloh. Bularning ichida obunachilar unaqa 1 metrlik, 90lik mollar yo'q. Hammasi katta-katta, xudo xolasa yemlashga tayyor buqalar, qadrli obunachilar. Dastavka xizmatlari keladigan bo'lsak, dastavka xizmatlari O'zbekiston bo'ylab bor. O'zbekiston bo'ylab kelishgan holda qilib beriladi. Onlayn savdolar ham albatta ishlayapti. Ekran oxirida telefon nomerlariga telefon qilasizlar. 99lik 535 0048. Biz bera olmagan ma'lumotlarni yana shu telefon nomerlaridan bemalol olaverasizlar. Onlayn savdo bor, dastavkalar bor, qadrli obunachilar. Mana bu qo'lar qarang. Mazza qilib tomosha qilib olinglar. Xudo xolasa narx-navolarni aytib o'tamiz. 30 bosh. Xo'p, qadrli obunachilar, 30 bosh. Pastiga boshlanadi 16 million so'mdan pastini boshlaymiz. Eng pasti 16 million so'mdan, balanti 19 millionni to'xtaydiganlar, katta-kattalarini 19 milliondan tanlab olasiz ichidan. Xudo xolasa xayri bor, telefon qilasiz, savdosi bor inshaalloh. 16 milliondan 19 million so'mgacha buqalar bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari mavjud. Telefon qilasiz, kelishgan holda albatta qilib beriladi. Endi akalarimiz chiqishi mumkin, ba'zi akalarimiz mana shu o'zi 30 ta ekan. Shuni men olib qo'ydim bir joyga deydigan akalarimiz ham bo'lishi mumkin-da. 30 tani ham bir joyga narxni aytib ketamiz bugun. Mana shu 30 tani quyug'i suyuq men oldim degan akalarimizga, qadrli obunachilar, 17 million so'mdan bir joyga dastavkachi ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. 17 milliondan mana shu 30 bosh buqa bir joyga ketaveradi. Pasti balanti 16 dan 19 gacha, lekin bir joyga olaman degan akalarimizga xudo xolasa 17 milliondan O'zbekiston bo'ylab inshaalloh yetkazib beriladi akalar. Mana mazza qilib tomosha qilib olaveringlar. Mana bunaqangi baquvvatlari ham bor ichida. Bular endi ozgina sizni yuzga borgandan keyin yemini yeb, o'tini yeb, mehr olgandan keyin, anchani et olgandan keyin bu mollar ancha o'zgarib ketadi. Ular qarang, mana orqalaridan ko'rsatib beraveramiz. Angusi ham bor ekan, mana gibridlari ham bor, Greenford, Avlikol gibrid, har xil buqalar bor mana. Lekin xudo xolasa nima deydi? Boqadigan buqalar ekanda xullas bor mana. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari mavjud, qadrli obunachilar. Butun O'zbekiston bo'ylab bor. 30 boshni bir joyga olib qo'yaman degan akalarimizga 17 million so'mdan. Endi xayrini Jasur aka o'ziga telefon qilasizlar, ya'ni yana gaplashib olasizlar xudo xolasa. Bittadan like gumbulatib qo'yasizlar akalar, obuna bo'lmaganlar, xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar mana. Qisqagina, chiroyligina video qilib beramiz mana. 30 bosh
ozgina sozgina degan joyda mana bular yurishini qarang orqalarida mana. Mashalloh, bularni qarang. Hammasi xudo xolasa orqa oldi butun nima deydi? Baquvvat buqalar. Unaqa 1 metrlik, 90 santimetrlik buqachalar yo'q. Bo'ylari ham katta xudo xolasa 1.15, 1.20, ba'zilari 1.25 chiqadigan buqalar ham bor akalar. Bo'ylari unaqa past buqalar emas. Mana ular qarang, mashalloh. Qadrli obunachilar, sekin shu bilan nima deymiz? Videolarimizni yakunlaymiz. Buqalarda mana 30 bosh bor. Buqalar chiroyli ko'rsatib qo'ydik, sizlarga ko'rsatdik. Nima deymiz? Ya'ni biz bera olmagan to'liq ma'lumotlarni ekran ostida telefon nomeriga telefon qilasizlar. Albatta biz bera olmagan ma'lumotlar beriladi akalar. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ro'za oyida charchamanglar. Ro'za tutayotgan akalarimizga, ukalarimizga Alloh sabr bersin. Bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa bosaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.